Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan Kenzo. Bugungi videomizda Megablock 4-qismi, ya'ni yarim finalni olamiz. Bugungi video bo'lmasa bolalar, uncha ko'p gapirmayman. Videoni o'zi maqsadlariga keladigan bo'lsa, biza bugun nima endi nomi? O'sha Dragonga boradigan portalni aktivlashtirishimiz kerak va men sizlarga uyda ko'rsataman. Mayli. Xo'sh, bolalar, uyni men bitirdim. Sahna ortiga ko'rishlaringiz mumkin. Sandiqlarni cho'tga qilib berdim, lekin bu yerlar qolib bitgani yo'q. Ikkinchi etajga chiqqanmiz. Ikkinchi etaj ham xuddi o'shanaqa stildan, prosta o'zimni yotoqxonamni normalniy qilib qo'ydim. Chunki ko'p o'zim shaqa kiraman. Ularni holi tuzatishga ancha bor. O'shaning uchun bolalar, birinchi bo'lib shunday qildim. Lekin men mana bu narsadan ikkita yasab qo'yibman. Prosta tashqariga ham bor, bu yoqqa ham bor. Lekin men obsidian olmoslarni ishlatib yasab qo'yaman. Mayli, sehrlashlarning ko'pi bo'lmaydi. Bu kitoblarni ham xaynayda olganman. Xo'sh, mana yerda stillarga yorib yubordim kravatlarni. Nima ikkita bilmayman, prosta kattaroq turgani uchun, katta uy bo'lgani uchun ko'proq narsa bo'lgan deganim. Xo'sh, eng qiziq joyi, xo'sh, mana balkon bilan tepa narvoncha xos ko'rsataman. Beg'la stil, qo'ydi junnani olib, keyin hamma narsa o'shadan qilganman. Qo'ydi junni olib, kravat, hammasi o'shadan ranglaganman. Va qiziq joyi mana balkon, ko'rishlaringiz mumkin, hamma narsa ko'rinadi. Ana daraxtni men uyda olib qo'yganman, olib tashlasam bo'ladi yerga. Lekin mana narvonga chiqsanglar, mana yoqqa bolalar daraxtdagi uychamiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin bolalar, biz mana yoqqa chiqqanmiz. Piching noqulay, mana yerda sakrab o'tish. Mana bolalar, bizning daraxtdagi uyimiz. Mana tepaga chiqsam bo'ladi, buncha hech narsa yo'q. Tepaga chiqsa, bu yerni nima deb qo'ygan bilmayman. Xo'sh, tepaga chiqdik. Xo'sh, nimalar bor bu yoqqa? Hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Короче, endi mana uni pastga bir balo qilib tushishim kerak, suv emas. Oba, mana Dreamchayski ikoni itilib qo'yibdi bolalar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Maqsad aniq, uni bajarish qoldi. Portalni aktivlashtirish kerak. Всё. Hozir bo'lsa biza birinchi bo'lib o'sha Nezerga borib kelamiz. Ketdi. Mana yoqqa creeper ko'raman. Ikkita, ularni hozir borib ko'ramiz. Hammaga salom do'stlar. Xo'sh, bitta voy, men qalqonim yo'q-ku men. Voy, sal qoldi, lekin yaxshi ham olmos birovni ekan. Bu yoqqa uchiravering, o'ylab qoldi. Uy vashe kvadrat turibdi, xona ekan, buni ham holda o'g'irlash kerak. Ketdi, ana yoqqa qarab, xo'sh, seka o'zi shu olmosdandimi? Xo'sh, mana shu portal ana shu ekan. Voy, creeper yo'qmi? Yo'q. Bolalar, короче, hammasi tupurgan holda bolalar. Men sekin gapirdim. Xo'sh bolalar, hammasi tupurgan holda, короче, qo'limga mana bu narsani olib oldim. Bu nima? Bolalar, jonba, yo'q. Bolalar, mana bir o'lib ham tirilib keldi, yana qaytib o'zimga ba'zan yangi shit bilan o'sha o'tgan qismdagi anavini olib keldim, zajgalkani. Endi bolalar, creeper portlab ketdi, shunga portaldan buzildirib, birdan ikkalasini ham olib kelaverdim. Lekin boya olib kelayotgandim, keyin o'lib kallamga Nezerga shitsiz yurish boshqacha degandek tuyuldi va ichkariga kiramiz. Va bolalar, mana biz ham bu yoqqa kelib oldik. Endi picha bedda bolalar chiroylikgina montaj bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Davaychi. Xo'sh bolalar, ko'rishlaringiz mumkin, men bu yoqqa juda ham ko'p bloklar olganman va o'sha bu yoqlarga qaraganman, ochiqroq joyga ketishni xohlaganman, tinchgina. Gaz menga hech narsa qilmagan. Biz mana yerdan o'tdik. Xo'sh bolalar, ko'rishlaringiz mumkin, bu yoqqa juda ham ajoyib feint qilaman. Orqamdan gaz otayotgan paytda shundoq kelib, opa, bolalar, blokni uzunligini qaranglar, sizlar ko'rdinglar bolalar, gravel ham tushib ketishga ulgurmaydi. Blok olamiz. Yaxshi, xo'sh. Endi quramiz. Yo'qmi? O'lishim mumkin. Olmos burani ham borki, hech narsadan qo'rqish mumkin emas. Ketdik tezgina qilib qurib, ana o'chyam, lekin buncha blok yoqqa o'tishga 1/1 qismiga ham yetmaydi. Ana shu uchun bolalar, короче, o'sha yoqqa montaj qilib beraman. Kichkinagina montajchi. Do'stlar, mana sizlarga juda ham katta xabarim bor, muhim xabar bu, yomon xabar. Ko'rishlaringiz mumkin bolalar,
ko'rishlaringiz mumkin. Bu rasmdan keyin boshqa hech narsa ko'rinmagan. Просто mana shu rasm qotib qolgan videoga. Va bolalar, keyin men oqa endirlarni yasaganimdan keyin video qo'yilib ketgan. Bu men uchun juda ham katta narsa, lekin bu meni aybim emas, to'g'rimi? Juda achinarli holat bu. Va bu holatni bolalar men mana shu o'ynayotgan paytim umuman bilmaganman va oddiy o'ynab ketaverganman. Qo'limdagi narsadan ham ko'rishlaringiz mumkin. Boyagi olmosning yelkam singanda oltinlik yelkaga aylantirganman keyin. Xo'sh, juda qiyin bo'lgan, sizlarga aytsam agar, to'g'risi o'zim ham hozir ichimdan umuman boshqacha narsalar o'tib ketyapti. Video просто yozilmagan bolalar. Mayli bolalar, nima ham deychiylik. Endi har doim nezarga borsam shunday bo'lyapti. Bilmadim nima ham unday, lekin juda boshqacha bo'lyapti. Men o'zimdan o'zim qandaydir. Mayli bolalar, hammasi tupurib qo'ygan holda yana qaytadan o'ynaymiz. Lekin bu narsalarni yozilmagani meni aybim emas, afsuski. Xo'sh. Короче, bolalar, e'tibor bermaymiz, layklarni bosib turamiz. Давайте. Xo'sh, bolalar, hozir birinchi bo'lib biza uxlab olishimiz kerak edi. Xo'sh, bolalar, boraveramiz. Yaxshi, yo'lga yiqilib tushmaslar. Xo'sh, joyga hozir bolalar kech ham bo'pti. Kech bo'lib ketgan juda. O'zi nezarga borib kelganimizda yashdi bu bolalar bir 3-4 kunlar o'tgandir. O'zi uncha uzoqqa emas edi, fakili biz yubordim, bilmayman. Uxlaymiz. Давайте. Hozir dam olamiz. Yaqin atrofda yirtqich hayvonlar bor. Nimaga yirtqich hayvon bor? Men uxlashim kerak. Ko'chada yo'q-ki, keyin biriga biri solaman, yo'q-ki hech kim. Bularni asabga o'ynash uchun shunaqa yozuvlar qo'yib qo'yadi. Ana yerdagilar menga ta'sir qilyapti. Men tomga bor ekan. Tomga nima qiladi ular? To'g'rimi bolalar? Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Xo'sh, endi bolalar nima ham qilamiz? Videoni yo'q bolalar, mayli kesmayman, olamiz. Xo'sh, kesmasdan qo'yib kesmoqchi edim o'zi, lekin kesmadim. Okey, xo'sh, boshqa joyga qo'yib uxlashimiz kerak. Masalan, tomda daraxtlar yo'qmi, mashinaga yo'qmi. Bolalar, o'zlaringiz ko'rdinglar, creeper borki, u ana endi uxladi, lekin uychamiz buzilib ketdi, afsuski. Mayli, hammasi tupurgan holda ko'rsatib o'taman. Xo'sh, o'zim ham bir ko'rib olaychi. Chiqay, asadda. Yonma. Xo'sh, uychamizga hech narsa qilmagan, просто daraxtimizga bir balolar bo'lib ketgan. Pastga nimalardir yotibdi. Mana bu ham buzilibdi bolalar. Voy, yaxshi ham ana u hamma joyini ana qilmagan ekanman. Taxta qilmagan ekanman. Bo'lmasa uyim vashshi yo'q bo'lib ketganda. Mayli, hammasi hozir keyinroq shug'ullanamiz. Hozir bolalar biz anaqa borishimiz kerak birinchi bo'lib. Men keldim, kimdir kutib oladim meni. Voy, juda pasaka, qotib qolishingni o'ylayman shu payti. Bu ko'p bo'lib ketdi bu yoqqa. Bitta odam qo'ydim, 3 ta bo'lib ketishibdi vashshi. Creeper ham yuribdi ana yoqqa. Yana o'yl. Xo'sh, hozir creeper bir balo qilib. Bolam, kimdi bu? Qayerdan keldi bu? Men bularni ko'paytirmagan bo'lsam, bular bolachan qayerdan oldi? O'zi u ikkita edi bular. U 4 ta bo'lib ketgan vashshi. Bitta bolacha katta ham bo'lgandir. Ana yonib qoldim. Men mayli, o'tib ketar. Panika bo'lmasin. Portlamoqchi edi mana. Portlang, hay. Просто zombi jetil. What the fuck. Okay. Oldiga borib bitta uramiz. Yonib ketdi, mayli. Bratalarim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlar bitta edinglar, unda 3 ta bo'lib qoldinglar juda. 1, mayli, 2, ana 3. Men 4 ta yig'man, 3 ta, lekin mana shu narsalarga qarasam, vashi ichim buzilib ketyapti. Mayli, 1, 2. Hayajonli daqiqalar. Biz buni qancha vaqt kutdik, qancha vaqt ichimiz, dilimiz og'ridi va bum. Juda ajoyib bolalar, juda ajoyib. Malades vashi. Bolalar, videoni mana shu yerga tugataman. Hammaga xayr, sizlar bilan. Kenja bolalar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar.